Amir Temurning orqasidan pichoq urgan o'sha xoin kim edi? Uning ismi Sulton Husayn Mirzo edi. Amir Temurning o'z qizidan bo'lgan suyukli nabirasi. 1400-yil Shom yurishi. Temur Damashqni qamal qilib turganda Sulton Husayn tunda dushman tomoniga, mamluklar safiga qochib o'tdi. Tasavvur qiling, bobosi tashqarida jang qilmoqda. Nabirasi esa dushman qalasi ichida unga qarshi turibdi. Temur uchun bu o'limdan og'ir zarba edi. Xo'sh, u nima topdi? Hech narsa. Xiyonat unga toj emas, faqat sharmandalik keltirdi. Temur aytgan edi, davlat ishida qarindoshchilikka o'rin yo'q. Sulton Husayn tarixda faqat xoin tamg'asi bilan qoldi. Lekin Temur avlodlari ichida eng dahshatli xiyonat hali oldinda edi. Bobosiga xiyonat qilgan nabira Xolfa o'z otasini, buyuk olim Mirzo Ulug'bekni jallodga topshirgan. Padarkush o'g'il kimligini bilasizmi? Tarixning eng qonli sahifasi 3-qismda. O'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.